Chiqqan neoklassik uslubida remont qilingan tayyor 3 xonali uy. Hamma xonalari alohida, yana plus o'zini 20 kvadratli terrasasi ham bor. Biz hozir Xonsaro Zastroy tarafidan qurilgan JK Diplomat Novostroykasiga keldik. Orientirimiz amerikanskiy posolstvo. Umumiy maydonimizda 72 kvadrat metr plus yana 20 kvadratli terrasamiz bor. Stroyniy mebellar bilan sotilyapti. Xo'p, kirishimizdan uzun gabrazning koridorimizni o'ng qo'limizda mana podestarafdan eshigimiz, stroyniy prixoshkalarimiz qilingan. Birinchi zal xonamizdan boshlaymiz. Bu yerda zal xonamiz juda ham chiroyli pardalar osilgan, remontlariga lekin bitta o'zingizlar baho berasizlar. Zalimizning razmeri 3,5 metrga 7 metr. Hamma xonalarimiz keng. Bu yerda esa detskiy xonamiz. Bu xonamizning ham razmeri 3 metrga 5 metr. Eng keraklisi har bitta xonadan alohida terrasaga chiqsanglar ham bo'ladi. Terrasamiz ham uzun. Bu yerda esa spalniy xonamiz. Juda ham chiroyli qilib lustralar osib qo'yishgan. Lekin remontlarni juda ham ditman qilishdi egalari. Spalniy xonamizning ham razmeri 3,5 metrga 5 metr. Sanuzellarimiz razdelniy. Bu yerda mana hammomimiz joylashgan. Steralkalarga joy tashab ketilgan, rakvinalar qo'yilgan. Bu yerda esa hojatxonamiz. Hamma joylari cho'pli pollari bor, batareyalari qo'yilgan. Bu yerda esa mana kompaktniy qilib kuxnigaturlar qilib qo'yishgan egalari, duxovka, gaz, vichka, hamma neobxodimiy narsalarimiz bor. Plus yana mana o'zimizning 20 kvadratli terrasamiz. Terrasamiz juda ham uzun, manzaramiz juda ham chiroyli, havo aylanishlari juda ham yaxshi. Har bitta xonaga alohida terrasaga chiqsanglar bo'ladi. Har bitta xonadan narxiga keladigan bo'lsa, narxini uy egalari 96500 deb aytishyapti. Kvartiramiz ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol kelib savdo qilishingiz mumkin. Oson uylar biz bilan oson. Rahmat, sog' bo'ling.